Hurmatli ayollar, sizlarning ham erkaklaringiz jahldor, jizzaki, tezda asabiylashib qoladigan holatga tushib qolganmi? Buni sababini bilgingiz kelyaptimi? Bu o'zaro tushunmovchilikni xulosasi deb aytsam bo'ladi. Bilasizmi nega shunday? Chunki siz oilada erkagingizni eshitishni bilmaysiz yoki erkagingiz sizni eshitishni bilmaydi. Mana shular hisobidan erkaklar ayollarni tushunmaydi, ayollar erkaklarni tushunmaydi va natijada judayam ko'p urush, janjal, to'polon kelib chiqadi. Hurmatli jizzaki va jahldor erkaklarimiz, ayolingizni siz ham biron marta eshitib ko'rdingizmi? Sizcha ayollar o'z juftingizni eshitib ko'rganmisiz? Ularni biron marta eshitib ko'ringchi, ularga ozgina vaqt ajrating. O'ylaymanki, hamma natija yaxshilik bilan tugaydi. Bu videoni jahldor va jizzaki bo'lib qolgan juftingizga jo'natib qo'ying.